Yo, WhatsApp, yo, YouTube, Telegram, Instagram, Google, Chrome, короче, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Fayzi va biz bugun dahshatsizlarni 9-qismini olamiz do'stlar. Sizlar esa har doimgidek like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yib va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar do'stlar. Biz esa videoni boshlaymiz. Xo'p, birinchi navbatda biz kreativga o'tkazib olishimiz kerak. Endi esa birinchi sidimizni yozamiz. Ya'ni birinchi sidimiz bizning robot. Robot hammasi katta harfda birinchisi katta harfda ekan. Xo'sh, dunyoni nomini esa o'zgartiramiz. Masalan, obuna bo'ling. Ajoyib. Endi esa nabor resursov va mana bu kompyuter modini qo'shib olishimiz kerak. Buni Telegram kanalimdan topsangiz bo'ladi ma'lumot uchun. Ссылкасы bo'lsa описаниеda. Xo'p, dunyo yaratilmoqda. Oba. Voy, tumonlaqchada qolib ketibdi. Mayli. Xo'sh. Biz esa qishloqni topishimiz kerak. Tumonlaqchani keyin to'g'rilab qo'yaman. Xo'p. Mana bu tomonni bir qidirib ko'ramiz, bir tomonni bir qarab ko'ramiz. Bu tomonda hech narsa ko'rinmayapti. Cho'ta balki nimadir bordir yoki yo'q. Bilmadim. Hech narsa yo'q shekilli cho'ta bu dunyoda. Yana bilmadim. Balki bordir, balki men topolmayotgandirman, balki boshqa tomonga uchib ketgandirman. Mayli, hech narsa ko'rinmayapti. Keyin yaylov ketida bunaqa joylar, cho'l yana hech narsa yo'q shekilli. Mayli, keyingisiga o'tamiz. Bizning keyingi sidimiz esa bu speedrunner. Короче, dunyoni yaratamiz, yaratilmoqda, generatsiya landshafta, создание mira, короче. Opa, daraxtning oldida paydo bo'ldik va mana bo'lar ekan, mana prям tug'ilishimiz bilan qishloq mana. Prям tug'ilishimiz bilan chiroyligina takoy nima desam ekan, ajoyibgina, shinamgina, kichkinagina baglar kam bo'lgan takoy qishloqcha. Ajoyib. Mana огородlari bor, mana bunaqa uylari bor, bir chiroyli jitlar bilan savdolashsa bo'ladi. Конечно, hamma narsa eshakni kutidek qimmat. Ladno. Mayli. Mana bu tomonda kartoshkalar, bu tomonda yana jitlar. Короче, hammasi joyida, hammasi zo'r. Biz esa davom etamiz. Bizning keyingi sidimiz esa bu O'zbek sila. Sila, создание mira, generatsiya landshafta, короче. Opa, dunyo. Buni bilardim. Oldin ham kirib ko'rganman bu sidga. Juda ham ajoyib sid, bu juda ham zo'r qishloq bor. Короче, hamma narsa juda zo'r. Juda ham ajoyib. Va mana bu yerda kuznitsa ham bor. Ichida sandiq va ichida mana bunaqa narsalar bor. Ikkita oltin degandek, тому подобное. Xullas, o'zingizlar tushundinglar. Mana shunaqa chiroyli va ajoyib narsalar bor. Kimga shunaqa qishloq kerak bo'lsa, mana bu yerda cho'li ham bor ekan. Kimga shunaqa qishloq kerak bo'lsa, bemalol o'zibbiz sididan foydalanishingiz mumkin. Qanaqadir videolar olgani yokida seriallar olgani juda ham mos. Biz esa suvga sho'ng'iymiz. Bizning keyingi sidimiz esa bu Asadbey. Xo'p, dunyoni yaratamiz. Dunyo yaratilmoqda. Sekin astalik bilan dunyo yaratildi. Voy, har doim qanaqadir noodatiy sizlar yozilsa, qanaqadir orollarga tashlab yuboradi bizni. Tushunmayman nimaga. Qanaqadir o'ta g'alati yoki o'ta noodatiy yoki qanaqadir narsa sid bo'lsa, sirras orollarga tashlab yuboradi. Bu Minecraftda o'zini qonunimi bilmadim yoki mana bu yerda nimadir bormi? Qishloq bor ekan, adashibman. Ming bor uzr, adashibman. Hamma ham adashadi. Ajoyib, lekin qishloq bor ekan. Ajoyib, Asad sidida qishloq bor. Esli shuda ma'lumot uchun gaplarimni qaytib olaman. Hoppa. Va bu yerda kuznitsa bor va ichida ichida normal narsalar bor ekan. Так что, bo'laveradi. Suvning oldida takoy qishloq, takoy kuznitsa va hammasi joyida, hammasi ajoyib, bir chiroylikkina ekan. Va yonida katta dengiz. Biz esa davom etamiz. Bizning keyingi sidimiz bu Demix Play, Fixplay, короче. Dunyo yaratilmoqda har doimgidek. Dunyoga tug'ildik. Ya'ni men tug'ildim va endi bu tomon cho'l, bu tomon esa yaylov degandek. Xo'p, mana shu tomonga uchib oqtarib ko'ramiz. Agar qishloq bo'lmasa, bilmadim yana nima bo'lishi mumkin. Qishloq bormi, yo'qmi? Mana bu yerda nima bor ekan? Lekin mayli. Mana bu tomondan boraveraylikchi. Mana bu yerda nima edi? Quduqcha bor ekan. Demak, shu yaqin atrofda nima bo'lishi kerak? Piramida bo'lishi kerak yoki mana bu xolmani ichidami? Bilmadim. Короче, oqtarib ko'ramiz. Yana nima bo'lishi mumkin? Qishloq cho'ta, cho'lda qishloq chiqish ehtimoli past menimcha. Shuning uchun suvga sho'ng'iymiz. To'xtanglar, sizlar bilan xayrlashmayapman. Voy.
Esim qursa, onasini hamsan, qo'shnisini hamsan, do'stlar, mayli. Agar sizni kommentingiz chiqmagan bo'lsa, keyingi videoda albatta chiqadi. Agar siz ham qanaqadir seed bilsangiz, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Sizlar uchun mana kaktusga ham o'tirishga tayyor, sakrashga tayyorman do'stlar. Yo'q, o'tirishga emas. Ishqalanishga ham tayyorman do'stlar. Sizlar bo'lsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha bosib qo'ysanglar bo'ldi. Mayli, hammaga rahmat. Ko'rishguncha xayr.